Ka'bani Habashlardan chiqqan Zus Vayqotayn buzadi, bezaklarni qo'porib oladi, Ka'ba po'shni olib tashlaydi. Men go'yo u kal va qiyshiq oyoqni, kurak va metini bilan Ka'bani ko'chirishini ko'rib turgandekman deganlar. Imom Ahmad rivoyati. Ulamolar bu voqea qiyomat qoyim bo'lishidan biroz oldin sodir bo'lishini aytganlar. Chunki ba'zi rivoyatlarda shundan so'ng Ka'ba qayta qurilmaydi degan qo'shimchasi ham bor. Imom Ahmad musnadida rivoyat qilgan. Ibn Hajar rahimahulloh Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadisini sharhlar ekan, shunday deydi: Ba'zilar bu hadis Alloh taoloning biz Ka'bani barcha xavf-xatarlardan omon haram qilganimizni ko'rmaydilarmi degan so'ziga zid. Qolaversa Alloh taolo Ka'badan filni qaytarib qo'ydi. Ular Ka'bani buzishlariga imkon bermadi. Vaholanki u vaqtda Ka'ba qibla emasdi. Endi musulmonlarning qiblasi bo'lganidan keyin qanday qilib Habashlar buzishlariga izn beradi deb e'tiroz bildirishadi. Bu e'tirozga mazkur voqea oxir zamonda sodir bo'ladi deb javob beriladi. Chunki Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda yer yuzida Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar deydigan odam qolmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi deyilganidek, u vaqtda yer yuzida Allohdan qo'rqinglar deydigan odam qolmagan bo'ladi. Shuning uchun ham Said ibn Samoning rivoyatida shundan so'ng Ka'ba qayta qurilmaydi deyilgan. Bundan